Kecha dazmollash uchun bergan kiyimlarni men dazmollaman ya. Qana xotinsan o'zi? Man qilmoqchi edim, faqat uy ishlari bilan ulgurmay qoldim. Qachon bahona qilish, yig'ishtirib ish qilishga o'tasan? Ertalabdan yana nima janjal? O'zingiz olib bergan keliningizni bitta ishga yuklab qolmaydi. Kecha men ham nonushtaga bir pirogni urib pishiring desam, tilini 8 qarich qilib pishirishni bilmayman oyijon deb gap qaytaryapti. Oyijon, unaqa bo'lgani yo'q-ku. Ko'zimga ko'rmas bir orzu qilib qo'yaman bo'lmasa. Oyda o'zi kelin degan zot bormi? Hamma o'ylayversin yoqdi. Ovqatlarni ham tayyorlamagandir siz-a? Kelin kunlarni qo'ying. Qayoqdan shuni kelib qilgansiz? Ko'rmaysan. Assalomu alaykum. Ha, turdingmi? Yaxshi turdinglarmi? Hayrati, turdinglarmi? Ha. Qani malika turanda uxlayaptimi hali ham? Ya, kechasi bilan meni mazam bo'lmadi. Uni ustiga bolaga qarab chiqdi. Hozir ertalabdan ishga ketadigan kiyimlarimni ham dazmol qilib qo'ygan ekan. Choy tayinlayman dedi, yo'q tayinlamagan dedi, o'zim tayinlab chiqdim. Yo'q, turma, uxla, damingni olib chiqdim. Juda ham yaxshi qilibsan bolam. Voy, uxlasin-a, uxlasin. Oyijon, haytiga shunday yo'q bizlar. Nimasini aytasan? Mayli, potaqa qilayman ishga borishim. Ishga ketasanmi? Ha, ishga ketaman. Choy ichsam? Ishxonada ichib olaman. Ishing rivojlan bersin. Ukam to'xta. Kechasini hech ham uxlamaganga o'xshamaysan. Kiyimlaring ham dazmol qilinmagan. Uka, xotinni xalitdan boshqa chiqarish yaxshi emas. Ayol kishiga qattiqroq munosabat qilish. Aka, bu qilgan ishim boshga chiqarishmi yo'qmi bilmadim-u. Lekin agar sizga o'xshab hamma oldida xotinimni haqorat qilsam, boshqalar ham meni xotinimni ko'p qilib o'ynaydi. Qana xotinsan o'zi? Bitta ish qilib qolmaysan. Ko'zimga ko'rmas bir orzu qilib qo'yaman bo'lmasa. Hamma oldida xotinimni haqorat qilsam,